kelibsizlar mani kanalimga. Aziz tomoshabinlar, biz bugun IT haqida ozroq tushuncha beraman. Xo'p, ITni o'rganishdan maqsad. Xo'p, agar siz IT sohasini o'rganmoqchi bo'lsangiz, demak sizning maqsadingiz bor. Lekin ko'p odamlar ITni pul uchun o'rganadi. Ya'ni hozirda IT sohasi bilsanglar kerak, ancha rivojlangan va bundan ko'p daromad, ya'ni mablag' pul olishimiz mumkin. Buni orqasidan boyib ketish ham mumkin va aynan pul uchun ITni o'rganmoqchi bo'lsangiz, siz noto'g'ri yo'ldasiz. Chunki ITni xohlab o'rganish bor, xohlamasdan o'rganish bor. Eng yaxshi yo'li xohish bilan o'rganish menimcha, chunki xohish bo'lmasa foydasi yo'q. Shuning uchun siz o'zingiz xohlagan, ya'ni o'zingizni xohishingizga bo'ysunishingiz kerak. Ya'ni har doim odam o'zini xohishi muhim. Ya'ni o'zingizni yo'nalishingiz bo'yicha ketishingiz kerak. Agar sizning yo'nalishingiz IT sohasi bo'lsa, siz IT sohasini tanlashingiz to'g'ri bo'ladi va bugun men sizga mana shu IT sohasini haqida tushuncha beraman va keyingi videolarda siz ITdagi kodlarni yoki boshqa narsalarni o'rganishingiz mumkin. Keyingisi ITni sohalari, ya'ni agar siz ITni o'rganmoqchi bo'lsangiz, albatta siz ITni sohalarini bilishingiz kerak. Ya'ni axborot texnologiya yoki internet va mobil texnologiya kabilar IT sohasining kasb turlari hisoblanadi. Bu bilan nima demoqchiman? Misol uchun siz IT sohasida qiladigan ishlaringiz bular axborot texnologiyaga yoki internet va mobil texnologiya ishlariga bo'linib ketadi. Ya'ni IT sohalari, ya'ni IT kasbini sohasi bu axborot texnologiya va internet va mobil texnologiya hisoblanadi. Keyingisi bizga kod yozishimizda kerak bo'ladigan narsa HTML, CSS va Java. Hop, HTML eng asosiy ishlatiladigan narsa, ya'ni bizani kodlarimizni yozilishida eng muhim rol o'ynaydigan narsa bu HTML. Biz HTML da kod yozamiz va kodga doir bo'lgan barcha narsalarni HTML da qilamiz. CSS ga keladigan bo'lsak, ya'ni mana shu narsa CSS hisoblanadi. Mana bu HTML. CSS ga keladigan bo'lsak, CSS bizani kodimizni chiroyiga, stiliga va har xil foniga CSS javob beradi. Ya'ni chiroy, stil va fon barchasiga javob beradigan narsa bu CSS hisoblanadi. HTML esa saytimizning miya qismi hisoblanadi. Bu esa CSS esa yuz qismi hisoblanadi va biz mana shu tarzda buni tushuncha qilib olsak bo'ladi va bugungi videoda men sizlarga yaxshi tushuncha berdim deb o'ylayman va keyingi videoda biz sayt yasashi va IT sohasida kod yozishlarni va HTML da ishlashlarini, CSS da ishlashlarini o'rganamiz keyingi videoda va keyingi videoda ko'rishguncha xayr.